أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yozgan Manarul Anvar degan usul kitobining sharhisi Mulla Jiyun rahimahullah yozgan Nurul Anvar nomli shu usul kitobining biz xos bo'limida turyapmiz. Xos bo'limida. Biz xos bo'limida biz xosni avvalda xosniki hukmini ikkiga bo'lgan edik. Xos degan bir narsaga ayrim alohida holda tayinlangan, maxsus bir ma'noga xoslangan bir so'z. Degandan keyin bu so'z o'ziniki xoslangan bo'ligini qat'iy shaklda o'z ichiga oladi va yeni bir qatim bayon qilinishining ehtimoli yo'q deb ikki qoidani so'zlab biz shuningdan nima bir qancha tarmoqlarni shoqchilatib chiqargandik. Endi biz oldingi darsda bo'lsa birinchi tarmoqni olgan. Tafri'ul avval. Xosning hukmidan kelib chiqqan birinchi tarmoqni olgan edik. U tarmoq bo'lsa namozdagi itminan, namozdagi tuma'nina, ya'ni sajda, rukulardagi tuma'ninaning o'zi İmam Şafii, Abu Yusuf rahimahullohlar shu namozini yaxshi o'qimagan odamning haqida kelgan hadisni dalil tutib turib, farz, xuddi sajda, ruku farz bo'lgan bilan o'xshash namozdagi sajda, rukulardagi itminanning o'zi aromidlik bilan sajda qilish, aromidlik bilan oldirmay ruku qilishning o'zi farz degan İmam Azam İmam Muhammad rahimahullohlar mushu xos degani Alloh taolaniki ilka'u va sujudu degan bu qavli xosdir. Ruku qilish degan egilish degan bo'ladi. Tuz qiyam qilgan holatda egilish degan bo'ladi. Sajda qilish degan peshonani yerga qo'yish degan bo'ladi. Buningdan boshqa ma'ni bildirmaydi. Arab tilida qo'yilganda mushu ma'niga xos qilib qo'yilgan, ya'ni uzun qilish, oldirmay qilish, komil qilish degan qo'shimchalar mushu ma'nining ichidan chiqmaydi. Agar biz shu ma'nilarni hadisdan ahad hadisdan kelgan hadis bilan Qur'on karimning mutawatir kelgan oyatiga qilib qo'ysak, nasning ustiga ziyoda qilgan bo'lamiz. Nasning ustiga ziyoda qilish degan nima degan bo'ladi? Amaldan qoldirish, nasx. Amaldan qoldirish degan bo'ladi. La yajuzu, ya'ni qat'ini zanni bilan amaldan qoldirish, nasx qilish, mansub qilish nima? La yajuz, joiz bo'lmaydi deb shuni tushuntirib bergan. Endi bugun kelgan darsimiz bo'lsa şu xosning hukmini kelib chiqqan ikkinchi tarmoq hukm. İkinci tarmoq hukm. U bo'lsa va batala. Abul Barakat an-Nasafi rahimahulloh dediki, va batala shartul vala'i vat tartibi vat tasmiyati wan niyyati fi ayatil wudu. Ve taharet ayetideki, yani Allah azze ve celle'nin Ya eyyühellezine amenu idâ kumtum ile's-salâti faghsilû vücûhakum ve eydiyekum ilel marafiqi vemsahû bi ru'usikum ve erculakum ilel ka'beyni degan ayetki ayette taharetning farzlari yuqorqi 4 farzdan boshqa arqa ilish shart ve tertib degan arqa ilish ve tertib bilan ilish, bismillahirrahmanirrahim bilan boshlab ilish ve niyat qilish degan hammasi taharetniki şartlarını, taharetning farzlaridan deb buni shart qilish hammasi va xosniki mushu. Bizning mushu usul qoidamiz bo'yicha hammasi botil bo'ladi. Hammasi botil bo'ladi. Nima uchun botil bo'ladi? Chunki oyatning o'zida nima deb bor? Yuzinglarni yunglar va qo'llaringlarni jaynak bilan qo'shib yunglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni mush bilan qo'shib yunglar deb bor. Faqat u yuzni yuvish degan gapdan tertib bilan ilish, bu gaplarni tertib bilan ilish, bismillah deyish, niyat qilish degan gaplar buni chiqmaydi. Xos, hammasi xos. Faqsilu, g'asl, yuvish degan gap. Masih degan mamsahu degan
Mesih qilish degan gap hammasi yuvish degan gap sutdan mo'dak darajada suvni yetkazish badanga degan gap. Mesih qilish degan gap yo'q qilingan qo'lni nimaga? Chashqa quyish, tekkizish degan gap. Demak, buning ma'nosi uchuq. Bu uchuq ma'nodan nima chiqmaydi? Ma'nosi chiqmaydi. Shunga buni ya'ni qat'iy yo'ldan kelgan oyatning hukmini zanniy yo'ldan kelgan ahad bilan kelgan hadislarning hukmi bilan o'xshash o'rinda qo'yish nima? Batil. Bu chuqur Qur'on bo'yicha zanniy ahad bilan kelgan hadislarga shu uzgu bo'yicha tartib bilan yo'l bo'lish kerak. Unda qilgan vaqtimizda 5-ki hadisda 5-ki qoida bo'yicha nimani hukm berdik? Ruku, sujud farz, itminan dedik, ta'dilul arkan vojib deb nima berdik. Endi bugungi darsimizda tushirganda bu orqa ilish, tartib bilan ilish, bismillah deb ilish, niyat bilan ilish, niyat qilish bilan hammani sunnat deb hukm bilamiz. Nima uchun? Nima shu oyatda vojib deymiz, bu yerda sunnat deymiz desa, yani al-vasail nima? Al-maqasid aqwa min al-vasail. Maqasid. Maqasid degan namoz nima? Maqsad, maqasid. Maqsad asli. Ammo nima uchun? Nima tahoratchu vasail. Tahorat biz namoz o'qish uchun bo'lgan bir vasila. Vasilaning hukmi vasilada nima bo'ladi? Ojizroq darajada bo'ladi. Shunda bo'lganlik uchun maqsad namozdagi ta'dil arkonini namozning kuchli bo'lganlik uchun nima qildik? Uningga vojib degan hukmni berdik. Tahoratdagi vasila bu. Maqsad bo'lmaganlik uchun vasilaniki buniki tartib bilan ilish, bismillah deb ilish va niyat bilan ilish deganlarni nima qildik? Sunnatga hukmni berdik. Yeni birga nima namozni yaxshi o'qimagan odamniki hadisi bek kuchli hadis. Sahih ham bek dalilisi ham yuqori. Ammo nima degan hadislarniki dalilisi hadisga yetmaydi sahihlik darajasida kuchli jihatda. Bu jihatmi bor? Endi burada har tarafdan. Xo'sh, endi musannif bizga tushuntirib berdi. Bismillah. Hada tafri'un sanin alayhi. Endi mana bu xosning hukmiga xosning hukmidan kelib chiqqan ikkinchi tarmoq hukm. Endi oldi bilan musannif bizga grammatik qoidalar qo'shiladi va atafa ala qawlihi. Ya'ni fala yajuzu. Nima boshida xosning hukmida bo'lgandan keyin mundaq deyish, ta'dilul arkanni namozni ruku'si qilish nima joiz bo'lmaydi deganma? Mashida fala yajuzu degan ashu yajuz degan so'zga nima batala degan so'z atf. Yani ya joiz undaq joiz bo'lmaydi va vala'ni shart etish nima? Batil bo'ladi. Batil bo'ladi. Batil bo'lmaydi emas, batil bo'ladi atf. Ya'ni idza kana al-khassu, yani khas la yahtamilu al-bayan degan yeni bir qitim bayon qilinishning ehtimolini keltirmasa, xosning yeni bir qitim o'zi ochiq oshkora bayon qilingan bo'lganligi uchun yana bir qitim bayon qilinishning ehtimoli bo'lmasa, fabatala degan shartul vala arqma qilish shart etish batil bo'ldi. Kama sharatahu Malik. Imom Malik rahimahulloh shart etgandek. Chunki Imom Malik rahimahulloh nima dedi? Tahoratda arqma qilish hattoki, ya'ni bir a'zoni yuvib, yana bir oldingi a'zo qurib qolmagan darajada yeni bir a'zoni yuvib bo'lish bunday shaklda. Andin. Arqma qilish farz dedi. Imom Malik rahimahulloh deganday, arqma qilishni shart qilish nima? Bu batil. Ve şartut tertibi ve niyeti kema şaratahuma Şafii. İmam Şafii rahimahullah şart etkendek tertip bilen niyetini şart etiş batıl. İmam Şafii rahimahullah ne dedi? Taharetini birinci tertip bilen iliş farz dedi İmam Şafii rahimahullah. Yani deslekte kolunu yuyuş, bunun kendinden yüzünü yuyuş mesela. Bunun kendinden ceynekli kolunu yuyuşun gibi yok. Deslekte yüzünü yuyuş, bunun kendinden ceynekli yuyuş, bunun kendinden başka mesele bunun kendinden yuyuş. Moşuk farz deb İmam Şafii rahimahullah farz dedi tertibni deki oyatning o'zidan shu har bir yuyush masih qilish degan gapning o'zidan tartib degan gap chiqmaydi u. Chunki uni o'xshash Qur'onning oyat nasalan o'xshash hukmni qo'yish xato deyapti. Va niyat qilish. İmam Şafii rahimahullah niyat qilish innamal a'malu binniyat degan hadisni dalil qilib keltirib turib, taratda niyat qilish farz deb keltirdi. Agar bir odam niyat qilmay tart olsa tart emas deydi. Anladın? Eğer bir adam tart filan tart almasa, baldi kulun ceynekini yiyip ki yüzünü yutsa tart emas dedi İmam Şafii.
İmam Malik bir adam arka tartamay tartagan gap qilib o'tib birdan buni qilib shu tart olgan oldin azab qurib qolsa bunun tart emas deydi. Yani bundoq. Va shartu tasmiyati Bismillahirrahmanirrahim deyishni shart etish. Bu mu batıl buludu? Yani ve batıl buludu degan gap va Bismillahirrahmanirrahimni shart etish mu batıl buludu? Kema şaratahu ashabul zavahir. Xuddi bu Bismillahirrahmanirrahim deyishni kim shart etgan? Ashabul zavahir, yani zahiriylar. Zahiriylar shart etgan edi. Fi ayatil vudu. Taharat ayetidagi taharat ayetida yuqorqi narsalarni shart etish nima? Hammasi batıl. Zahiriylar degan kim? Zahir degan Davud-uz-Zahiri. Davud-uz-Zahiri deb, ya'ni davomli oyatning zahirsiga ma'nodan ma'nosiga hukmaydigan bir firqalar bor. Zahiriylar Bismillahirrahmanirrahim deyish farz taharatda dedi. Va Imom Ahmad ibn Hanbalniki bir ko'z qarashidimi Bismillahirrahmanirrahim deyish farz dedi. Demak, mushu qoidamiz bo'yicha mushu hukmlarning hammasi batıl. Hammasi batıl bo'ladi. Bularga sunnat deb hukm berilish kerak. Hadisning kelganligi uchun. Deydi Musanif rahimahulloh. Endi bu taharat oyati qaysi desa, va huwa qawluhu ta'ala va Allah azza ve celle'niki fagsilu vujuhakum degan oyat. Ya'ni Maide ayetining 6. ayeti. Yani ya a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu iza qumtum ilas-salati fagsilu vujuhakum ve aydiyakum ilal marafiqi vemsahu bi rusikum ve arjulakum ilal ka'bayn degan oyat. Ila ahirigacha. Ve bayanu zalik. Xo'sh. Endi ve bayanu zalik. Em yuqorqi musannif al-Matin rahimahullahning shu qisqartib so'zlagan hukmlarniki bayoni bu. Tüvendikice. Ennedi bayani şu ki İmam Malik rahimahullah mundak deydi. İnnel velâ'e fardun fil vudu. Yani şüphesiz ki arka iliş taharetteki bir farizdir. Taharette arka iliş farizdir. Ve huve vela digen demediyse vela digen ey yagsile a'dâehu fil vudu'i mutetabi'an mutevaliyen bihaythu lem yeciffel udvul evvel. Yani arka iliş degenimiz özünün taharette özünün azalarını arka toxtumasdan yuyuş. Bihaythu degen şu derecedeki lem yeciffel udvul evvel. Yani evvel aza. Yani mesela Ceyni kimni yaptığı olmasa benim yüzüm kurup kalmaydıgan derecede arka halette azalarını yuyuşun üzerinde batılıdı o el-vela da batılıdı. Mana muşu vela'nın üzerinde muş şekilde yuyuş deme farz davatıdı İmam Malik rahimahullah. Nime için desin, nime onun delili dese limuvazabetin nebiyyi aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam'daki hemişe şunda kılgallıkı. Yani arkadaşının deliliniz nime dese delilini getirdin limuvazabetin nebiyyi. Peygamber aleyhisselam hemişe arka ağan taratını on konu yupqab ve gapni qilib uni qilib sol konu yupqab qilmagan. Hammini bir yo'la olgan deydi İmam Malik rahimahullah. Ve ashabuz zavahir yaqulun zahiriler deydiler ki zahiriler yani Davud Zahiri ve nemeden yani İmam Ahmed'deki bir kavli mesela. Zahiriler deydiler ki innet tesmiyete fardun fil vudu. Bismillahirrahmanirrahim deyiş taharetteki bir farzdır deb şunday dedi. Nima uchun dalilimiz nima desa ular deydi ki li qawlihi aleyhisselam Peygamber aleyhisselamning la vudu'a liman lam yusammi degan qavlini jitadin. Yani Bismillahirrahmanirrahim demagan odamning tahorati tahorat emas degan hadisning jitadi. Endi bu hadislarimiz nima zaif shunaqmi? Sanadlari o'zining sanadi ham zaif normalda. Şuna İmam Tirmizi, İmam Ahmed'in nakil kılıp diyen ki la alim ben bu babda bir senedi bir sağlam, isnadın ceyyid, bir senedi yaxşı bir hadisini bilmeymen diyen mesela. Yeni biri bu Daraqutni rivayet kılmış hadis karşı kaldı. Daraqutni mesela Ebu Hureyre, İbn Mesud, İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet kılmış hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyen her kandak adam taharet edip taharat alsa ve Allah'ın ismini zikir kılsa bu Allah Teala'nın ismini zikir kıldığı onun cesedinin hemmesini paklaşık sebep oldu. Ama taharat alsa Bismillahirrahmanirrahim demesi çoğulsa fakat taharat uğurlarından paklaydı. Diyen hadis. Ma hadisinin üzümü taharat yok diyen gideme. Ne bulap çıtırdı?
qarama-qarshi keladi. Yana birga agar shu hadisda agar sanadi sog'lom emas, sog'lom deb qo'ygan taqdirda bu hadisni biz ta'vil qila olamiz, tahmil. U ma'noni la vudu'a deganni, ya'ni Bismillahirrahmanirrahim degan odamning taharati la vudu degan la vudu'a kamila degan bo'ladi. Kamil taharat emas. Taharat bo'ladi namoz o'qish, lekin shu yuzni yusa gunohlar to'kilib ketadigan, qo'lni yusa qo'lda gunohlar to'kilib ketadigan bunda katta daraja nima yo'q, savob yo'q. Ammo savob bo'lmagan bilan nima taharat bo'laveradi degan. Va Shafi'i rahimahulloh ma yuqorida. Imom Shafi'i rahimahulloh bunday deydi. İnnet tertibe ve niyyete fil vudu'i fardun. Tertip şüphesiz ki tertip yani taharatni tertip bilen eliş ve niyet kılış taharatta farzdır deydi. Demiş kalsın li kavlihi aleyhisselam Peygamber aleyhisselam'ın la yakbalullahu salate mri'in hatta yada'at tahura fi mevadi'ihi yaghsilu vejhahu thumma yedeyhi ila ahiril hadis. Yani Peygamber aleyhisselam deydi Allah Teala bir insanın namazını ta ki o taharet ya da tahur diyen taharet suyunu fi mevadi'ihi diyen taharet suyunu taharet alıdan urullağa koymuğuça ve yüzünü yumuğuça andakin yüzünü şıkkını yumuğuça ila ahir hadis yani taharet almuğuça bunu taharet Allah kabul kılmaydı dedi. Demek bir adam sümme diyen söz nemine sümme diyen söz nemine bildirdi tertip ne bildirdi. Sümme diyen gap andın kim diyen gap yani baldı anı up onu yük boğandı ki mani yok bir nakılmağıca namazın tertibini kabul kılmaydı diyen hadis şu sebepten namazı tertip bilen iliştime farz deydi İmam Şafii rahimahullah. Ve li kavlihi aleyhisselam ve Peygamber aleyhisselam diyen niyet ki mesela şu dese niyet kılışım için farz deydi dese ve li kavli Peygamber aleyhisselam'ın innemel a'malu bin niyat diyen kavli yani her kandak amel niyet ki bağlı diyen kavlini işledin. Çünkü bu hadisini İmam Şafii kandak tercüme kılıdı, kandak izah şerh kılıdı dese yani innema sihhatul a'mali mutaallikun bin niyat izahlaydı. Yani amellerinin doğru, dürüst buluşu niyet ki bağlılık da izahlaydı. Ama bu hadisinin üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanif kandak izahlaydı. İnnema sevabul a'mali mutaallikun bin niyat. Yani amellerge sevap birleşi neye bağlı? Niyet ki bağlı. Bir adam bir amelini niyet kılıp kısa sevap verildi. Ama niyet kılmayı kısa çoğu dese sevap verilmeydi. Sevap yok. Lakin gerdenden sakıt buludu. Perhiz gerdenden sakıt buludu, kıldı. Çünkü kıldı. Ama niyet bulmalı, şimdi bulmaydı, sevap bulmaydı. Bes gerdendeki perhiz sevap bulmaydı diyen gepten perhiz gerden azap olsa yani şu perhiz için devzaklı küyün üstünde mi kıldı, kutuludu. Lakin sevap dereceği bulamaydı değil. Şu an anlamı nedir? Vel vudu aydan amel. Taharet diyen muhammed midir? Ameldir. İmam-ı Şafii dedi ki taharet diyen bu ameldir. Fela yasihu bidunin niyye. Anda o kandikin bu taharet niyetsiz dürüst bulmaydı. Lakin biz taharet diyen ameldir diyenge biz ona narazı. Biz onu koşulmayız. Taharet diyen vasıta. Taharet namaz için bir şart. Namaz için teyyalaşka gerek boğan bir şarkıtı bir cenimaz değil. Yani biz cenimaz lazım, namaz için pak ya lazım mı? Kudu şuna dik bir iş. Yani öz aldığı bir müstakil ibadet emez. Devat edir. Emdi İmam Şafii şundaq deydi bana. Ve nahnu naqul, emdi biz şularga qarta berdigan cevabımız bu deydi, xoş. Endi ve nahnu naqul, biz deymiz ki, yani biz ularning bizga atgan bu itirazlarga cevaben biz deymiz ki İnnallâhe Teala emrana fil vudu'i bil gazli vel mesih. Şüphesiz ki Allah Teala bizni taharette nemi buyurdu? Ya eyyühellezine amenu fagsilu vemsahu deb bizga yuyishqa ve mesih qilishqa buyurdu. Xos degan qanday bu oyatga xos bilak bilamsizlar? Amr, tushundingizmi? Shuni sizlarga bir gap bilib qo'yinglar. Amr xosniki bir tarmog'i. Xosning bir tarmog'i nima? Amr, tushundingizmi? Fagsilu degan nima? Amr. Vemsahu degan-chi amr. Amr degan nima? Buyruq degan nima? Xosning bir tarmog'i. Tushundingizmi? Shuni bilib qo'yinglar. Tulu yerda xos buyruq oyatlarimizni biladi. Xos. Hukmi xos bo'ladi, men bilib qo'yaman. Shu buyruq kelsa, amrning gapi chiqsa keyin bilak bir gap chiqadi qolmanglar.
xos, amr xosga tava. Tushunarmi? Endi bu yerda deydiki, Alloh taolo bizning tahoratni nimaga buyurdi? Bil ghasl, yuyishqa va masih qilishqa buyurdi. Va huma xossani wudi'a li ma'nan ma'lum 'ala al-infirad degan gap. Ya'ni bu ikkisi, bu ghasl bilan masih degan bu ikki so'z nima? Ma'lum bir ma'niga yolg'izlik bilan qo'yilgan nima? Xos bir so'zdir. Xususiy bir so'z. Ma'lum bir ma'niga. Bu ma'lum bo'lgan ma'ni qasi. Tamam, bunu ma'lum bo'lgan ma'ni qasi desa, va huwa al-isalatu wal isaba. Ya'ni ghasl degan nima? Isala. Bihaythu tataqataru al-ma. Ya'ni yuyish degan eng ozda bir tamam ikki tomchi suv tomchilaydigan darajada yuyish deb ataladi. Ya'ni suvni oqtirish, mana suvni quyish. Eng aslida suv oqidagi darajada suvni quyish deb ataladi. Ghasl deb ataladi. Isala degan sharh. Isala degan ya'ni suvni oqtirish degan gap. Oqtirish degan gap ya'ni ostidan men tubini qo'ysa, ostidan suv oqidagi darajada suvni oqtirish nima? Nima ataladi? Ghasl deb ataladi. Va isaba degan chu desa, ya'ni nima? Masih degan chu desa, masih degan isabadir. Ya'ni o'l qilingan qo'lni nimaga tekkizish. Shunday ataladi. O'l qilingan yedi mubtallani nimaga masih qiladigan o'ringa shunda tekkizishning o'zini deb ataladi. Masih deb ataladi. Endi fashtiratu hadhihi al-ashya. Endi bu ma'nosi uchiq bo'lgan. Faqsilu va amsahu degan bunda g'aslning ma'nosi va masihning ma'nosi uchiq bo'lgan, bunda bir uchiq bo'lgan gapga yuqorqi shaylarni nima qilish? Shart etish, shartlash, niyat qilish shart, bismillah deyish shart, arqumar qilish shart, tartib bilan elish shart deb shularni shart etishning o'zi kama sharatahal muxalifun, muxaliflar shart, yuqorqi muxaliflar shart aytgandek, la yakunu bayanan lil xos. Bu xos uchun bayon bo'lmaydi bu. Xos uchun xosniki mujmal bo'lib buni bayon qilib berganlik bo'lmaydi. Nima ish qilsa? Likawli bayyinan bi nafsihi. Chunki xosning o'zi oshkor bo'lganligi uchun. Xos o'zi ochiq oshkora. Nima uchun xos deb ataldi bu? Chunki ma'lum bir ma'niga, ma'lum bo'lgan, ochiq, aniq bir ma'niga xos holatda qo'yilganligi uchun boshqa ma'ni bilan bir ishtirok bo'lib qolish, o'rtoqlashib qolish ehtimoli bo'lmaganligi uchun ma'nisi ochiq bo'ldi. Bu ochiq bo'lgan ma'nini yana munda ma'lum buning ma'nisi deb nima qilish? Buning ma'nisi bu deyilishning o'zi nima? O'rinsizlik. O'rinsizlik. Bunda olgandiki bu yana bu bayon bo'lmaydi bu. Agar bayon bo'lgan bo'lsa durust bo'ladi. Bayon bo'lgan bo'lsa sallamni aytdik. Lekin bayon bo'lmaydi. Bayon bo'lmay nima bo'ladi bu? Fala yakunu illa nasxa. Faqat bu amaldan qoldirish bo'ladi. Xosning ya'ni yuzinglar, masih qilinglar degan hukmni ya bu yetmaydi. Yuzinglar masih qilgan bu hukm yetmaydi. Yuvishdan birga bunimi qilinglar deb ani tüpüske bunu qatqanlikning o'zi nimada dastlabki qisqa bir hukmni amaldan qoldirib uni bir hukmni qatqanlik bo'ladi. Va huwa la yasihhu bi akhbaril ahad. Mana mushu, ya'ni kitobning mutlaq hukmini, xosning hukmini mutawatir bilan kelgan qat'iy hukmni ahadning xabarlari bilan, zanniy xabarlar bilan nima qilish? Amaldan qoldirish, nasx qilish la yasih. Durust bo'lmaydi. G'oyatuhu. Amiz qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Hadisni tashlab qo'yamdiq? Yo'q. Biz hadisni tashlab qo'ymasdan, oyatga ushtirmasdanmi biz amal qila olamiz. Amal qilishning yo'li bu. G'oyatuhu an tura'a manzilatu kulli wahidin min al-kitab va sunnah. Ya'ni kitob va sunnatning har birining manzili o'rniga rioya qilinishidir. G'oya. Fama sabata bil kitab undan keyin fama sabata bil kitab. Kitob bilan sabit bo'lgani yakunu farda. Farz bo'ladi. Ya'ni yuyish, masih qilish nima? Farz. Demak, yuzni yuyish, qo'lni jaynakni bilan yuyish, masih qilish, boshqa masih qilish, futni ush bilan qo'shib yuyish nima? Farz. Va ma sabata bis sunnah. Sunnat bilan sabit bo'lgan narsa yanbaghi ay yakuna vajiban kama fis solah. Endi sunnat bilan bo'lgan sabit bo'lgan narsa xuddi namozdagidek, namozda ta'dil arkan vojib bo'lgandek, vojib bo'lishi loyiq. Asli vojib bo'lishi nima? Loyiq edi. Lakin la vajiba fil wudu'i bil ijma'. Biroq tahoratda vojib yo'q. Tahoratda ya farz bor, ya nima? Sunnat bor. Tahorat vojib bo'lmaganligi uchun vojib bo'lmay qoldi. Nima ish vojib yo'q?
Nima ish qilgan so'z? Nima ish tarat vojib yo'q desa, li'annal vajiba, chunki vojib degan kal fardi fi haqqil amal. Amal qilish jihatda, amal qilish haqida degan gap, amal qilish jihatda xuddi nimaga o'xshaydi? Farzga o'xshaydi. Biz vojib degan bilan amal qilmasa nima? Gunohkor bo'ladi. Farzga amal qilmasa farzga amal qilmasa gunohkor bo'lgandek, vojibga amal qilmasa ham nima? Gunohkor bo'ladi. Farzga amal qilmasa ham do'zax azobidan kuygandek, vojibga amal qilmasa ham do'zax azobidan kuyadi. Lekin faqat ayriladigan bir yer bor. Nimada? Fi haqqil amal. Vojib kal fardi fi haqqil amal, la fi haqqil i'tiqod. E'tiqod qilish jihatda vojibni farzga o'xshash e'tiqod qilish nima? Farz emas. Ammo amal qilish jihatda o'xshash. Vojibni biz amal qilish jihatda farzga o'xshash ko'ramiz. Tushundingmi? Chunki buniki tahdid va azob va savol so'roq. Va huwa la yaliqu illa bil ibadatil maqsuda. Bunda vojib bo'lgan bunda muhim hukmlar faqat nimaga maqsad qilinadigan ibodatlarga loyiq. Fanazalna anda bo'lgandan keyin biz anil vujub mataharatki vojiblik degan hukmdan nima tushdik? Ila sunniyya. Sunnat degan hukmga tushdik. Va qulna bi sunniyati hadhihi al-ashya'i fil wudu. Shuni bilan biz bu ishlar, bu shaylar yuqori tilg'ilingan bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab elish, tartib bilan elish, orqa elish, tahoratning niyatini qilish degan bu ishlarning hammasini tahoratda sunnat degan bu gapga keldik. Sunnat dedik. Endi bir ogohlantirish bor bu yerda. Bu yerda sunnat deganlikning o'zi qilmisimi bo'ladi deganlik emas. Bizning Hanafiy mazhabida sunnat boshqa mazhablardagi vojibga o'xshash. Tushundingmi? Bizning Hanafiy mazhabida sunnat deyilgan gap boshqa mazhablardagi vojib deyilgan gapga o'xshash. Qanday? Boshqa mazhablarda sunnat degan gapni qilmasa hech qanday nima yo'q, gunoh yo'q. Hech qanday savol so'roq yo'q. Sunnatni qilmasa. Lekin bizning mazhabda shu, agar bir odam sunnatni qilmasa, buni itob bor deydi. Farzni qilmasa iqob bor, kofir bo'ladi, inkor qilsa. Vojibni qilmasa buni iqob bor. Sunnatni qilmasa shu itob bor. Mal farqu baynal iqob va al-itob? Men ya'rif. Iqob bilan itobning orasida nima farq bor bilamsizlar? Kafirlik siz farzga inkor bo'ladi. Itob degan tanqidlash, tanqid, koyish, ayiblash. Qiyomat kuni Alloh taolo siz nimishqa bu sunnatni qilmadingiz deb so'raydi. Nimishqa bu sunnatni qilmadingiz deb so'raydi. So'rasa agar o'zingiz bo'lsa, Alloh taolo o'zingizni qabul qiladi. Agar o'zingiz bo'lmasa shu xatar bu vallohu alam. Agar o'zi bo'lmasa buniki Alloh xolisa azoblaydi, xolisa nima qiladi? Kechiradi. Demak, xatar buni ahvoli. Tushundinglarmi? Shuning uchun Alloh taolo nima uchun desa Qur'oni Karimda Alloh taolo atiulloha va atiur rasul. Alloh itoat qilinglar degani Qur'onga itoat qilinglar degan. Rasulga itoat qilinglar degani shu sunnatga itoat qilinglar degan. Tushundinglarmi? Shuning uchun bizniki Hanafiy mazhabida sunnat degan gap boshqa mazhabdagi vojib bilan o'xshash. Shuni bilib qoling. Endi xosning hukmida yuqori xosning ikki qoida, ikki hukmdan kelib chiqadigan 3-tarmoq kelib chiqqan. Bu bo'lsa al-Matin Abu al-Barakat an-Nasafi rahimahulloh dediki, "Va taharatu fi ayati at-tawaf." Anda bu namda va taharati. Yani va taharati fi ayati at-tawaf. Yani va batala ma shartu taharati fi ayati at-tawaf degan bo'ldi. Ya'ni tavof oyatida nimani tahoratni shart qilish bu ham botil degan bo'ldi. Atafa ala qawlihi al-wala. Endi musannif yerda o'ziniki vala degan qavliga al-wala degan gap shartu al-wala dedimi? Shu wala degan qavliga va tahorat nima va batala shartu at-taharati degan bo'ldi demakchimdi. Vala degan qavliga va taharati degan so'z qavlini atf qildi. Va tafri'un salisun alayh. Bu xosning hukmining 3-tarmoqi. Xosning hukmining kelib chiqqan 3-tarmoq hukm. Ya'ni idza kana al-khassu bayyinan bi nafsihi la yahtamilu al-bayan. Ana xos nima o'zi ochiq oshkor bo'lsa, bunun boshqa bir yana bir qatim bayon qilinishining ehtimoli bo'lmasa, fa batala shartu taharati fi ayati at-tawaf. Tawaf oyatida
taharatni shart qilish nima? Batil bo'ldi. Va hiya qawluhu ta'ala va Alloh taolo endi bu tavof oyati qaysi oyat desa Alloh taoloning Surah Hijrning 29-oyatidagi val yattawafu bil baytil atiq degan qavli. Ular baytil atiqni qadimiy uy bo'lgan Ka'bani tavof qilsunlar degan bu qavli men tavof oyati. Mana mushu tavof oyati bilan mushu tavof oyati bilan nimaga taharatni tavof oyatida mushu tavof oyatidagi tavof degan mushu tavof taharat bilan qilish farz deb taharatni shart qilib olishning o'zi nima hukmi batil bo'ladi. Xosniki mushu usul qoidalar bilan. Endi nima ish bu tafsili bayon qiladi? Fa inna Shafi'iyya rahimahulloh. Chunki Imom Shafi'i rahimahulloh yaqul mundoq deydi. Inna tawafal bayti la yajuzu biduni tahara. Baytullohni tavof qilish taharatsiz joiz bo'lmaydi. Baytullohni tavof qilish taharatsiz joiz bo'lmaydi. Ya'ni shart, farz demakdir. Tavofda taharat bilan tavof qilish farz. Nima ish qilsa? Li qawlihi alayhissalom, payg'ambar alayhissalomning qavlidan eshitdim. Va tavofu bil bayti salah. Baytullohni tavof qilish namoz. Baytullohni tavof qilish namoz degan qavlni eshitdim. Va qawlihi alayhissalom payg'ambarning qavlidan tufaylidan. Ala la yatufanna bil bayti muhdithun va la ulyan. Ya'ni diqqat. Ka'bani taharati yo'q odam va yalang'och odam tavof qilmasin degan hadisni tufaylidan deydi. Endi bu Baytullohni tavof qilish namoz degan hadis sog'lom hadis. Lekin unda deganlikning o'zi namoz deganlik endi tavof qilgan odam namoz qilgan hukmida bo'ladi degan bo'ladi. Hukm jihati. O'zi namoz deganlik emas bu. Endi bu Ka'bani taharati yo'q odam yalang'och odam tavof qilmasin degani aslida sahih endi bu hadislar sahih solib kelganda muhaddislar kelgan. Deb kelgan ala la yatufanna bil bayti mushrikun va la ulyan. Mushrik bilan yalang'och odam Ka'bani tavof qilmasin deb payg'ambarlar degan. Shuning bilan mushriklar Ka'bamning chegarasidan haydab chiqib o'tilgan. Ammo hadisniki muhdisin deb emas, mushrikun degan sifadan kelgan sahih hadis bor. Shu az hadisning o'zi hadisni nima qila oladi? Mansukh amalni qoldira oladi. Agar bir hadis sahih, ya'ni bir hadis sahih emas, doif bo'lib qolsa, qanday qilamiz? Qoida bo'yicha, hadis qoidasi bo'yicha sahih hadisni tutamiz deb hadis qoladi. Tabiiyki. Bu dalil ikkisidan nima tavofni taharat bilan qilish farz degan hukm uchuq chiqmaydi. Xo'sh. Endi va nahnu naqul. Biz endi yuqoriqilarning dalillariga nisbatan beradigan javobimiz shuki, biz deymizki innat tawafa. Tavof degan lafzun xosun ma'nahu ma'lum. Tavof degan bu lafz xos, bu xos so'zdir. Buning ma'nosi ma'lumdir. Buning ma'nosi mujmal emas. Ma'nosi ma'lum. Hammalarga ma'lumdir. U was nimadir? Va huwa ma'lum bo'lgan ma'no qasidasi ma'lum bo'lgan ma'no ad-dawaranu hawla al-Ka'ba. Ka'baning atrofida aylanish degan. Tavof degan ma'nosi nima? Tavof degan bir narsani aylanish degan gap, bir narsani. Ulug' bir narsani atrofini aylanish degan bo'ladi. Nima tavofu hawla al-Ka'ba degan-chu? Tavof hawla al-Ka'ba degan Ka'baning atrofida aylanish degan bo'ladi. Ya'ni Ka'baning atrofini aylanish degan gap. Tavof degan ma'nosi tavofu bil bayt degan, ya'ni Ka'baning atrofini aylanish degan bo'ladi. Bu ma'no uchuq bir ma'no. Endi fashtiratut taharati fihi. Yani Ka'baning atrofini aylansin, falyatawafu bil baytil atiq degan Ka'baning atrofini aylansin degan bu so'zga, ma'no uchuq bo'lgan so'zga taharat bilan aylansin degan taharatni shart etib olishning o'zi la yakunu bayanan. Bu bayon bo'lmaydi. Uni biz mujmalda bayonda qilib olmaydi bu gap. Bu bayon emas. Nima qildi kavnihi bayinan bi nafsi. Chunki bu xos. Ka'baning atrofini aylansin degan gap uchuq gap. Bu oshkor gap. Oshkor gapga taharat bilan aylansin degan taharat qilib olishning o'zi bal yakunu nasxan. Bu faqatlamdan bo'ladi, amaldan qoldirish bo'ladi. Yuqoridagi. Va huwa la yajuzu bi khabaril wahid. Bu xabar vahid bilan oyatning nasni qat'iy hukmni amaldan qoldirish joiz bo'lmaydi. G'oyatuha qanday qilamiz? Buni g'oyati. Buni qilishning yo'li bunday. An takuna ya'ni Ka'ba tavofda taharat qilish nima? Tavofni taharat bilan qilish nima? Vojib bo'ladi. Nima ehtiyot yusidan. Ehtiyot yusidan tavofni nima bilan qilish? Taharat bilan qilish vojib deb hukm beramiz.
yanqusu bi tarkiha at-tawaf. Endi buni terk etish bilan bu vojibni terk etish bilan bu vojibni terk etish bilan nima tavob kamlab naqs bo'lib qoladi. Tavob kamil tavob bo'lmaydi, men naqs tavob bo'lib qoladi. Kam tavob bo'lib qoladi. Fayujbar bid-dami fi tawaf az-ziyorat. Undan keyin tavof ziyoratda, ya'ni sizlar haj qilgan vaqtda farz, hajdagi tavof ziyorat nima farz? Hajda 3 farz bor. Birinchisi ihrom, ikkinchisi arfa tavof qilish, uchinchisi tavof ziyorat. Ya'ni sizlar shaytonga tushib bo'lgandan keyin nima qilish? Shaytonga tushib bo'lgandan keyin Kabe'ga kirib, qurbonlik qilib, undan keyin shaytonni tushirtib, uni kenidan tavof qilgan bir tavof bor. Muju tavobning o'zi nima? Farz tavob. Muju tavobni qilmoqchi bu cho'ng ihramni chiqolmaydi. Kichik ihramni chiqaradi, cho'ng ihramni chiqolmaydi. Cho'ng ihram degani ayollar bilan munosabat o'tkazolmaydi demakchimdir. Muju tavob ziyoratda bir odam ta'atsiz qilib solsa, u joyda qanday qiladi? Fayujbaru bid-dami. Gap, ya'ni bir qo'y o'tishi bo'ldi. Nimishqa namozda vojib tark qilib qolsa, sajda sahvlar ado topadi. Haj faoliyatlarida vojib degan narsa tark qilib qolsa, nima bilan ado topadi? Qon bilan, dam bilan. Endi va bis sadaqati fi ghayrihi. Endi farz tavob bo'lmay, nafs tavob qilib qolsa, biz umrdan tavoblar masalan. Umr degan sunnat masalan. Umrdan tavobmi sunnat bo'ladi. Umrdan tavobida degandek farz tavobdan boshqa tavoblarda nima? Ta'assiz tavob qilgan bo'lsa, sadaqat bilan bo'ladi. Sadaqa. Uni sadaqat bilan bu yamoqlik silinib ado topadi. وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الأسود فلعله ثبت بالخبر المشهور وهي جائز بالاتفاق. أما أن بلدم سؤال sorsa, anda olsa siz bu oyatning mazmuni tavob qilsam dedi, buning taratasining gap yo'q. Amisi ajab taratni nima? Tavobniki soni 7 qitim farz, 7 qitim aylanish farz. Hajr asvatdan boshlash farz deb bunda dedinglar. Bu gap nereden boshlandi? Bumi nimaga ziyoda qilib bo'lmamdi? Bu oyatga ziyoda qilib bo'lmamdi desa, va amma ziyadatu kawnihi, ya'ni tavobniki 7 tavob ekanligini, hajr asvatdan boshlanishini ziyoda qilish, tavob qilish deganning ustiga fala'allahu balkim sabata bil xabaril mashhur. Mashhur xabar bilan sabit bo'ldi. Va hiya jaizun bil ittifoq. Agar xabar mashhur bo'lsa, mashhur xabar bilan nasning ustiga qo'shish, ziyoda qilish nima? Joizdir bil ittifoq. Hamma Hanafi mazhabida hamma bilan bil ittifoq buni joiz. Ammo ahad bo'lib qolsa, avval ma ahad, oxir ma ahad bo'lib qolsa, bu la yajuz. Mashhur degan qanda hadis desa, bu avvali nima? Avvali ahad. Lekin keyin mashhur bo'lib ketgan. Avvali ahad, keyin nima bo'lib ketgan? Mashhurga aylanib ketgan. Anladingmi? Masalan, sahobadan bir sahoba, mashhur sahobadan bir sahoba, eski sahoba rivoyat qilgan, keyin bir top tabiin, bir top tabi'ulloh top bo'lib rivoyat ketgan. Bunda hadisni rivoyat qiladi, mashhur deb ataladi. Chunki payg'ambar alayhisalom hajni yolg'iz qilmagan. Hajni necha ming odamdan qoldiq uchun payg'ambar alayhisalom hajni nima bilan boshlagan? Shu nima hajr asvatdan boshlab 7 qatim aylangan degan hammasi tasqati mutawatir xabar keldi. Shunday uni bunga udlanmaysiz da'vatidi. Har qanday bo'lmasin, ya'ni taratni nimani, tavobni nima tarat bilan qilish vojib. Ammo bir odam tarat bilan qilinmay qolgan bo'lsa, agar farz tavob bo'lsa bir qo'y qon ketadi. Agar farz tavob bo'lmay nafl tavob bilan qilib qolsa, bunga sadaqat basi bo'ladi. Endi Shafiy mazhabi bo'yicha bu agar tartib qilib qolsa, buni haj nima emas? Haj bo'lmaydi. Bu Shafiy mazhabiga amal qilish mumkin emas, amal qilolmaydi lekin. Shafiy mazhabi bo'yicha Shafiyning o'zi amal qilolmaydi. Nima ish qilaman? Shafiy mazhabida ayollar shunda tegib solsa, tartib ketadi. Kabe'da hozir odamning bujoqida tavobni, farz tavobni taqa. Haj vaqtida taqa, adam tiqmoq. Bir ayol kishiga sugunib bermay,
tavop qilish degan gap mumkin emas deganchilik gap endi. Agar shunda sug'inib payda tartib ketdi. Tartib ketsa, buniki Shofiy mazhabi bo'yicha nima bo'ladi? Bu tavop bakachi bo'ldi degan gap. Farz yani farz qanday narsa? Farz degan agar shu kamisi amal emas. Shu farz qilinmasa bu amal emas degan narsa. Shu Shofiyning o'zi amal qilmaydi. Shofiyning mazhabiga Shofiyning o'zi amal qilmaydi. Shunga hozir butun to'rt mazhab hammasi bu masalada qonunga amal qildi. Hanafiy mazhabiga emas. Hammasi Hanafiy mazhabiga amal qildi. Majbur. Hamda xosning hukmidan kelib chiqqan 4-tarmoq. Hamda 4-tarmoq. Biz ikki xil degan başda, ya'ni birinchisi xosning hukmi, xos o'zininki maxsusni, xoslangan bo'lakni qat'iy shaklda o'zishiga oladi. İkincisi o yüzü aşkara bayan kılınışını ihtimal keltirmaydi degan. Mana avvaldagi 3 bilakda, avvalgi 3 tarmoqda, 3 fur'da yüzü aşkara qaytib bayan kılınışının ihtimali yo'q ekanligini. O'sha sababdan unga bir bayan deb binasini qatqanligini o'zi nima binasini ziyoda qilganligini o'zi nasx qilib amalni qoldirganlik bo'lganlik. Bu joiz bo'lmaydiganligini so'zladik. Endi bundan keyingisi xos o'ziniki nimasini madlulini, o'zining maxsusini qat'iy shaklda o'zcha oladi. Buni ehtimoli yo'q. Qat'iy shaklda o'zcha oladi degan maqoida. At-tafri'u ar-rabi' ala hukm al-khas. Va at-ta'wil amda al-Matini rahimahullah bil barakat nasafi deydi. Va at-ta'wil bil athar fi ayati at-tarabbus. Yani atafa ala qawlihi, musannif deydi ki, atafa ala qawlihi shartul wala degan, yani fa batala shartul vela'i degan qavliga ma'no va shartul vela'i va batala nima va batala ta'wilu bil athari fi ayati at-tarabbus degan. Va batala at-ta'wilu nima bil athari fi ayati at-tarabbus degan bo'ldi. Ya'ni ayat at-tarabbus oyatidagi tarabbus oyatida quru' degan lafzni athar deb poklik bilan ta'wil qilish nima? Batil. Nima uchun? Musan deydi-ki, va tafri'un rabi'un alayh. Xosning hukmini kelib chiqqan 4-tarmoq. Ya'ni idza kana al-xossu bayyina bi nafsi. Xos o'zi oshkor bo'lsa, boshqa yana bir qatim bayon qilinish ehtimoli bo'lmasa, fa batala ta'wilul quru'i bil athar. Ya'ni Alloh taolaning qavlidagi quru' degan lafzni athar bilan, poklik bilan ta'wil qilish nima? Batildir. U qaysi oyat desa Alloh taolaniki Baqara surasining 228-oyatidagi A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Taloq qilingan ayollar o'zlari 3 nima quru to'xtab turadi, saqlab turadi, kutib turadi. 3 quru. 3 quru degani Hanafiy mazhabiga ko'ra nima? 3 hayz saqlab turadi. Boshqa mazhablarga ko'ra, Shofiy mazhabiga ko'ra 3 paklık saqlab turadi degan bo'ladi. Va bayanuhu, bunun bayoni shuki Alloh taolaning quru degan qavli mushtarakdir. Sizlar dastlabki taqsimotda nima xos, am, mushtarak, muavval deb bir nimani olgandinglar, bir taqsimni olgandinglar. Mana bu yerda bu Alloh taolaning quru degan so'zi mushtarakdir. Mushtarak degan gap, ya'ni o'rtaq. So'z bir, lafz bir, lekin nima bir qancha ma'noga ehtimoli bor. Bu ma'noga qo'yildi, bu ma'noga ishlatildi, bu ma'noga ishlatildi, bu ma'noga ishlatildi. Demak, shunday so'zni ataladi, mushtarak deb ataladi. Alloh taolaning quru degan qavli mushtarakdir. Bayna ma'na tuhri val hayd. Poklik bilan hayzning poklik va hayz degan ma'noning orasida mushtarak. Bir qatim poklikga ishlatiladi, bir qatim hayzga ishlatiladi. Bunday. Shu mazhabning bundayda ikki xil bo'ladi. Shu mazhablar shunday yerdan chiqadi. Xalqan yerda mazhab paydo qilmaydi. Bunda bu yerga ehtimollik bor, bu yerga ehtimollik qo'yadin. Ba'zilar bu yerga keladi, ba'zilar bu yerga keladi, shu mazhab qilib qoladi. Tushunarlimi? Shu ikkisi xato deyishga bo'lmaydi. Ikkalasi nima? Uzguchlik dalili bor degan. Fa awwalahu Shofiy rahimahulloh. Imom Shofiy rahimahulloh bu quru degan bu mushtarak lafzini nimaga ta'wil qildi? Athar va ta'wil qildi. Ta'wil degan gap mushtarak. Bir so'z mushtarak so'z bor. Bunun ehtimalim bor, bunun ehtimalim bor bo'lsa, hamma bunun ehtimoliga biz bunda degan bo'ldi degan o'zini deb ataladi. Ta'wil deb ataladi, tushunarlimi? Ya'ni buni qaytirsak, nima ta'wil deb ataladi shu.
İmam Şafii rahimehullah bunu athar, paklık deb ta'bir qildi. Li qavlihi ta'ala, Allah Teala'nın kavli işitdiki fatallikuhunna li'iddatihinna. Ayollarning iddetida talaq qilinglar degan qavlni uchitdi. Nima deyapti? Ala anna shunga asosanki İmam Şafii nimaga asoslanib bu oyatni dalil qildi desa, shunga asosan ki lam yani fatallikuhunna li'iddatihinna degandiki Allah Teala'ning li'iddatihinna degan qavldagi lam harfi lil vaqt uchundir. Yani ma'nosi fatallikuhunna li vaqti iddatihinna. Ularni yani ayollarni li vaqti iddatihinna iddat tutgan vaqtida talaq qilinglar. İddetida talaq qilinglar degan bo'ldi. Va huwa at-tuhur. Ayollarning iddat tutgan vaqti qanday vaqt? Poklikdir. Ayollar qanday chog'da iddat tutadi? Yani poklik bilan iddat tutadi. Nimishqa? Davlatda nimishqa desa, li'anna at-talaq chunki talaq degan lam yushra illa fi at-tuhur bil ijma'. Talaq faqatla nimada poklik vaqtida nima lam yushra yo'lliq qilingan. Shariatda pak ayol bilan talaq qilinadi bil ijma'. Ammo hezlar vaqtida talaq qilingan ayollarni buni nima yandirish qilib o'ylaymiz. Nima yenish qilib o'ylaymiz. Payg'ambar alayhisalom da buyurgan. Ibn Umar roziyallohu anhu xudni hezlar vaqtida talaq qilayotganda Payg'ambar alayhisalom xudni qayt degan. Talaq qilganda qanday talaq qilsa pak vaqtida xudni kasal emas, hezlar emas vaqtida talaq qilish kerak. Chunki talaq 3 xilga bo'linadi. Bir nima? Ahsan talaq. Yani biri sünnet talaq. Yani biri bid'at talaq. Ahsan talaq degani bir ayolni vati qilinmagan poklikda bir talaq bilan uzitish. Ahsan talaq. Sünnet talaq degani ondan ayolni vati qilinmagan poklikda birinchi poklikda bir talaq, ikkinchi poklikda ikki talaq, uchinchi poklikda 3 talaq. Bu sünnet talaq. Endi bid'at talaq 3 talaqni bir yo'l etish. Anladın? Hezler vaqtida talaq qilish. Bu hammasi nima? Bid'at talaq. Shundaymi? Lam yusha illa fi at-tuhri bil ijma'. Talaq degan faqatla pak ayol kishi pak vaqtida shariatda o'tirib qo'yildi bil ijma'. Va avvalahu Abu Hanifa. Endi xo'sh, İmam Şafii'ning dalillari bu shu. Ya'ni ularniki iddatida talaq qilinglar deganga ma'si, ya'ni iddat tutgan vaqtida talaq qiling degan bo'ldi. Ayol kishi pak iddat tutgan vaqt degan pakligi, chunki talaq degan qanday chog'da tushdi? Paklik tushdi. Qachon iddat tutdi? Paklik tushgandan keyin talaq paklik tushgandan keyin uniki iddat tutgan vaqt qachon boshlanadi? Paklik bo'ladi. Talaq paklik tushgandan keyin iddat tutgan vaqti paklik bo'ladi deydi. Anladın? Endi ve evvelahu Abu Hanife. Abu Hanife rahimahullah bu ayet kerimini hayizga tavil qildi. Yani salasata qur'uni yani ular 3 ular o'zi 3 hayiz nima saqlab tursin deb tavil qildi. Nimish qazi bidalalati qavlihi ta'ala. Allah Teala'niki salasata degan shu salasa degan so'zniki qavlida. Nimish qazi salasa degan so'z li'annahu xosdir. 3 degan so'z nima? Xos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degan gap 3 degan nimaga qo'yilgan? 3 degan bir dona son qo'yilgan. 3 degan bir sanoqqa qo'yilgan son. 3,5 emas, 2,5 emas, 4 emas, 3 deydi. La yahtamilu ziyadata ve nuqson. Yani ziyoda bo'lishni va nuqson, kam bo'lishni ehtimol keltirmaydi. Yani 3,5 bo'lib qolmaydi, 2,5 ga chal qolmaydi. 3 dedimi Allah 3 dedi. Hisob shu. Ve talaqu lam yusha illa fi at-tahur. Talaq faqatlam poklikda yo'l qo'yildi. Talaq deganda faqatlam biz bu yerda shu İmam Şafii degan gapni izlaymiz. To'g'ri. Talaq faqatlam nimada? Pak vaqtida talaq qilinadi. To'g'ri. Fa iza talaqa xo'sh, shu gap bo'yicha. Yani er kishi ayolini poklikda talaq qilgan bo'lsa. Va kanat al-iddatu aydan hiya at-tuhur. İddat ham poklik bo'lsa. Xo'sh, to'g'ri. فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدة أو لا. Yani aşu ayol kishi talaq qilingan, ayol kishiga talaq tushgan poklik iddatin hisoblanishi yoki hisoblanmasligi degan ikki ishning biri bo'ladi. Yoki hisoblanadi, yoki hisoblanmaydi. Fa in uhtuz agar bu talaq shu iddatin hisoblansa yoki agar bu poklik shu iddatin bu poklik shu iddatin deb hisoblansa
Kema huve mezhebu Şafii. İmam Şafii rahimehullah'ın mezhebi bolgandek bu çağda ne buludu? Yakunu Kur'ayni ve ba'dan mine's-salis. Bu çağda bu ayağının tutulgan iddeti iki kuru yani iki paklık ve üçüncüsünün yerimi. Üçüncüsünün bir kısmı buludu. Üçüncüsünün bir kısmı. Üçüncüsü diyen kasaya yani en evvel kısmı. Yani şu üçüncüsü diyen veya ki ahir kısmı diyen mesela. Üçüncüsü diyen talak düşken ve paklık. Bu bir adam ayak şunun kan kala oturmadan diken kaçan kan toktaydı ki kan toktaydı talaktan da oturmaydı. Ha. Demek ki pakla boğulu ya bir saat ötken buludu. Küçükken olsa ötken buludu vakta. Ötken olsa uçağından buludu. Allah Teala'nın 3 diyen sözü emelge aşmaya kalkan buludu. Uçakta iki yerim bulak buludu. Yani iki yerim ya işkinin bir kısmı ya işkinin ondan bir kısmı ya işkinin ve iki yerim. İki ve üçüncüsünden bir kısmı. Bunda bulak buludu. Nemiş kal? لِأَنَّ بَعْضًا minhu قَدْ مَضَى. Çünkü üçüncüsü yani talak düşken paklıkının ki bir kısmı قَدْ مَضَى ötep gitip boğan. Ve illem yuhteseb minha. Hocam de. Mahmud adıma demek Allah Teala'nın 3 diyen sözü ki amel kılanmadık. Hasının ki takazası amel kılınmadı. Mahmud. Eğer emdi ve illem yuhteseb minha. Eğer bu iddetini hesaplanmasa bu paklık. Şu talak düşken paklıkının üzeri şu iddetini hesaplanmasa ve yukhadu salasun ukhar. Yani yine başka 3'ü eleniyordu. Başka 3 paklık eleniyordu. Ma siva hadal Kur'an ma paklıktan başka. Uçakta yekunu salasen ve ba'da. Uçakta 3 paklık ve ba'da diye dördüncüsünün ki bir kısmı burada uçakta. Evvel paklık düşken paklıkın ki bir kısmı onun kendinin var onun başka 3 paklık kanca oldu uçakta? 3 yerim bulak kaldı. Paklıkın var hasna hükmü Allah Teala 3 dese 3 yerim diyen bulandı ya 2 yerim diyen bulandı. 3 dese 3 diyen bulandı. Abi bunda bulak kaldı. Ve ala kulli takdir. Her kandak yani her kandak takdir bilen. Anda desek bu, bunda desek bu. Yebutulu mucebul khas lezi huve thalâse. Hasının takazzası. Nima? Muceb diye hükmü diyen gel. Hasının hükmü. Hasının takazzası 3 idi. Allah Teala 3 tutuma 3 diyen san nima batılıp gitti. Onu amel kılamadı. Ve emma izâ kânetil iddetu hiyel hayd. Emde. Hoş İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah'ın kavlu bu işe. İddetini heyiz desek şu. Yani kuru. Ve emma izâ kânetil iddetu. Ve emma izâ kânetil iddetu hiyel haydu ve talâku fit tuhri. Yani İmam-ı Azam rahimahullah diyendek. Emde bir yerdeki iddet heyiz yani kuru diyen Allah Teala'nın kavlini biz heyizge hamil kısak. Heyiz de te'vil kısak. Uçakta yani salasete kuru diyen 3 heyiz desek ve talaqu fit tuhur. Talak diyen ne mi düşüdü? Paklık düşüdü. Heyiz vakti düşmeydi. Heyiz vakti düşken talakını mesela ne kılımız? Red kılımız, yandırımız. Paklık düşüdü. Lem yelzem şey'un minel mahzuleyni. Yukarı ya 2 yerim bulap kalırsa 3 yerim bulap kalırsa hiç kaçız vermeydi. Hiç kaçız vermeydi. Demek madem paklıkta talak kılan olsa bunu kendim ayar heyiz göde bil heyiz. 2 heyiz, 3 heyiz yapılan iddeti çıkan buludu. Yaptı göde. İşte tamam vesselam. Bel tuaddu 3 heyiz. Belki 3 heyiz sanıldı. Ba'da mudiyet tuhur lezi vaka fihi talak. Talak düşken paklık yapılandan keyin. Hoş. Demek ben çönd alımı bana şunu şu oldu. Vakad kıyla yani dilipti ma kıyla emdi ma kıyla. Dilipti ki eğitilişçe inne hadel ilzam ala Şafii. İmam-ı Şafii rahimahullah katiyen bu ilzam bu lazım kılış. Siz bunda diyorsunuz bunun da digende bunda gep kilip çıkıdı o yani Allah Teala'nın salasetun digen hasnın mucibige amel kılması kilip çıkıdı digen bu gepnin üzi yumkinu en yustanbete min lafzi kuru. Yani kuru digen lafzının üzünün mu istinbat kılıp çıkılışı mümkün. Bidun mülahadeti kavlihi salas. Allah Teala'nın salas diyen kavli. Belki bu salas emesme. Bu aslı bu. Ne bu? Salasete. Salasete bu iskilik mesela hata yazık yaptığı şey çıkıyor. Allah Teala'nın salasete diyen kavlini mülahizı kılmasak mı? Kuru diyen sözünün üzünün istinbat kılıp çıkılıyordu. Nemiş ka? Liennehu kuru diyen söz nedir? Cem'un. Cem'idur. Ve akalluhu salas. Cem'inin en azı 3'tür. Kulu diyen geptin 3 diyen gep çıkıdı. Cem'inin en azı 3. 3 oğandikin bunu farklılık desek farklılık ya 2 3 bulap kalıdken. Bu şunun üstü 3 tane fakat 3 heyiz oğandılar.
3 degan gapni ola oladiganmiz. Hatto salasa degan qavl bo'lmasa-mu, o'sha ola oladiganmiz debtu va hada fasid. Bu gap nima? Fasid. Bu xushlik emas. Bu buzuq gap. Nima ishqa? لأن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ويراد ما لأن الجمع يجوز أن يذكر ويراد به ما دون الثلاث. Çünkü cema zikir kılınışı ve onun olan 3'ten tüven nas irade kılınışı caiz. Kema fi kavlihi Teala mesela Allah Teala'nın kavlida el haccu eşhurun ma'lumatıdır diyeyim. Hac degan ma'lum bo'lgan oylardir dedi, eşhur dedi. Bi xilafi asma'il adad. El haccu eşhurun ma'lumat dedi. Bir şeyde eşhur dedi. Hac degan 3 aydan az. Hac ayı degan qancha ay? 2 ay 10 kun. 2 ay 10 kun yani 13 kun desek bo'ladi. 3 ay emas. Eşhur deganda cho'qim 3 ay salatda shur bo'lish kerak bu gap bo'yicha. Nima emas? 3 ay emas. 3 aydan 2 ay irade qilindi. Eşhur degan ko'plikdan jamiyatdan. Yani bir yerde bu oyatda nima va qala lahumun nasu degan bu oyatda va qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum degan oyatda bir adam ashadiki. Bular insonlar nima dedi? Sizlarga insonlar to'plashdi dedi degan birinchi nas nima? Bir adam, Makkaga kelgan bir adam payg'ambar alayhisolamga Makkaning Qurayshlarga qatta to'plandi deb xabar qildi. Bu bir adam edi, kelgan adam. Demak, oyatning nas deb kelib bir adam irada qilinishi mumkin. Yine bir oyatda Maryam Sura Maryamda Maryam alayhisolamning qissasi Baqara surasida bor. Va qalatil malaikatu ya Maryamu degan va qalatil malaikatu deb ashada Jibril alayhisolam degan gapni. Gapni Jibril alayhisolam deganda masalan bir adam bundan bir shaxs yani ko'p kishi ketgan. Qur'on Karimda nima? Noyat ko'p ishlatildi bunda ishlar. Shuning bilan buni uni dalil keltirib bo'lmaydi. Bi xilafi asma'il adad. Asma'il adadning xilofi bilan. Yani asma'il adadga sanoqsallarning xilofi bilan. Mishqa fa innaha nassun fi madlulatiha. Sanoqsallar ma jami mufratga o'xshamaydi. Jami keltirish mufrat keltirish degan bir majaz bo'lib qolishi mumkin. Lekin sanoqsallar nima? Hanafi mazhabi bo'yicha sanoqsallar nima uchun ya 4 demaydi yoki 10 demaydi, salasatun deb keltirish sabab chuqur 3 bo'lish kerak degan gap. Fa innaha nassun fi madlulatiha degan sanoqsallar o'ziniki madlul ma'nisiga dalolat qilgan ma'nisiga nisbatan bir nas bu. Uchiq oshkor bayat. Bunga hech qanday yamoqlik saqlab bo'lmaydi. Va amma qavluhu ta'ala hamda Allah Teala'nın İmam Şafii rahimehullah'niki yeni bir ikinci gapni qildi-ku. Fatalliquhunna li'iddatihinna degan oyatni dalil keltirib turibdi-ku. Uni berdigan javob. Amma Allah Teala'nın fatalliquhunna li'iddatihinna degan oyatlarni iddat tutgan vaqtda taloq qilgan degan oyat. Buning ma'nosi bu yerdagi lam vaqt uchun bo'lmasdan balki lam nima li bu yerdagi lam li ta'lil. Ya'ni ma'nosi fatalliquhunna li'iddatihinna degan ma'nosi fatalliquhunna li ajli iddatihinna. Yani ularni iddeti üçün yani ularni iddet tutuş üçün talaq qilamiz. Yani ay talliquhunna ma'natimi yazsak ma'nosini ay talliquhunna bihaythu yumkinu ihsa'u iddatihinna. Ularni iddetini sanıqlı bo'ladigan darajada talaq qilamiz. Anda iddetiniz mancha iddet bo'ldi deb sanıqlı olmaydigan ya 2 yil 3 yil bo'lib qoldigan bunda darajada emas, saq 3 nima? Saq 3 iddet tutalaydigan 3 sanıqlı bo'lgan darajada. Bu qanday deganlar? Yani heyizni itibar qilinglar. Pakliqida uni ayollarni pakliqida talaq qilib, pakliqida talaq qilsanglar, o'chaq nima qilib bo'ladi? Sanıqlı bo'ladi, to'g'ri. Pakliqida talaq qilsanglar ayollarni heyiz kelgandikilar bir heyiz, 2 heyiz, 3 heyiz uni sanıqlı bo'ladi. Ammo heyizda talaq qo'ysangchi, o'chaqda nima bo'lmaydi? Heyiz talaq qilingan heyiz bu hisoblanmaydi. Uni keyindan bir necha marta sananmaydigan ish chiqadi meyada. Sananmaydigan ish chiqadi. Shuning uchun sizlar ayollarni iddat tutish vaqti degan qanday chaqda iddatni sanay oladigan vaqtda talaq qilinglar. Va zalika qanday chaqda bo'lsa va zalika bi ay yakuna fi tuhrin la wat'a fihi. Yani ayollarning iddatini sanıqlı bo'ladigan pakliqda pakliq. Ayollarning iddatini sanıqlı bo'ladigan pakliq degan yani vetri qilinmagan pakliq. Meyadga heyiz degan gap yarad qilinmasin balki ayollarning iddatini sanıqlı bo'ladigan pakliqda talaq qilish deganlik, ya'ni
heyiz veti kılınmagan ayollar bilan munosabat o'tkazilmagan faktlikda so'zini bersa, uningki nimaga? Buniki iddetini joyida sanag'ili bo'ladi, to'liq sanag'ili bo'ladi. Nima ish qilsa? Li'annahu yu'lamu hina idin. Chunki shu chaqda bu uniki annaha g'ayra hamil. Uning qusqida yo'q ekanligi bilinadi. Yani heyiz qilinmagan vaqtda shuni bersa, u heyiz ko'rdimi? Heyiz ko'rdimi? Nimadan bilamiz biz? Buning qusqida yo'q ekan, homildor emas ekan degan gapni bilgili bo'ladi. Unda o'g'ilga fata'taddu bi thalatha hiyadin bila shubha. Hech bir shubhasiz holda 3 heyiz iddat tutadi. Agar qusqida olib qolsa, qusqida olib qolgan ayol 3 iddat tutamdi. La, qancha iddat tutadi? Qusqidagi bolasini tuqqanga qadar, yer qo'ygan qadar iddat tutadi u chog'da. Vala tutalliqu fi tuhrin vatti'a yoki vutti'a fihi. Ya fi tuhrin vutti'at fihi degan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Vala tutalliqu fi tuhrin vatti'a fihi. Vatti'a fihi. Ya'ni u ayolni u ayol kishi vati qilgan poklikda taloq qilmagan. Sizlar vati qilgan poklikda nima? Taloq qilmanglar. Nima ishqa? Liannahu chunki vati qilgan poklikda taloq qilsanglar lam yu'lam hina idin annaha hamil. U chaqda uniki homildor yoki homildor emas ekanligi bilinmaydi. Ta'taddu bi wad'il hamli aw ghayri hamilin ta'taddu bil hayat. Bil haydi. Bu qusqidi bormi? Nima qilg'ila? Qusqidagi bolani tug'ib bo'g'ich iddat tutqili. Yoki qusqidi yo'qmi, homildor emasmi? Hech bilan iddat tutqili. Buni bilgil olmay qoladi. Siz vati qilib qo'ysanglar. Shuning uchun vati qilinmagan vaqtda nima qilinglar? Sizni bilan berasizlar. Va kaza la tutalliqu fil hayd. Shuningdek, hayzda talaq qilmanglar. Nima ish qildi? Anna hadal hayd, chunki bu hayd, ya'ni shu hayzda qilingan bu taloq, bu hayz lam yu'tabar indana. Bizniki ko'z qarashimizda, bizning mazmunimizda nima e'tiborga ilinmaydi. Valat tuhrul ladzi yalihi va ashu hayzga yandishadigan faktlikmi nimaga ilinmaydi? Yani onun keyin keladigan faktlikmi e'tiborga ilinmaydi. Fayanbaghi unda olgandan ay yuhtasaba fi thalath hiyadin akhar. Unda olganda uni yine 3 qitim boshqa biz faktlikni qatag'anmaymiz biz. Yani mahizne taloq tushgan hayzni biz qatag'anmaymiz. Chunki nima emas? Taloq tushgan hayzni qatag'anmaymiz. Undan keyingi faktlikni qatag'anmiz, biz mazmunimizda faktlikni qatag'anmaymiz. Bizning mazmunimizda yerimni qatag'anmaymiz. Chuqum 3 degan gap bo'lish kerak. Unda bir hayz o'tib ketdi. Bir paklik o'tib ketdi. Nima? Fayanbaghi andag'anga ay yuhtasaba fi thalath hiyad ukhar. Boshqa 3 hayz hisoblanishi loyiq bo'ladi. Andag'anda fatatulul iddatu alayha bila taqrib. Bu chaqda ayol kishining iddati uzrab ketadi. Yaqinlashtirmasdan balki nima? Uzrab ketadi. Shunda olgandan keyin bu buning ma'nosi fatatulul iddatina degan ma'nosi ayollarni joyida iddat tuta oladigan qilib taloq qilinglar degan. Bu da buni ma'nosi taloq qilsanglar. Thumma likulli wahidin minna. Andaki mushkil hamda bo'lgandan keyin likulli wahidin minna yani bizden va Imom Shofiy rahimahullohning fi hadal maqam bu maqamda qara'in birmuncha qarinalar bor. Tustanbatu min nafsil ayati bi wujuhin mutaaddida. Bu shu oyatning o'zidan istinbat qilib chiqarilgan bi wujuhin birmuncha yo'llar bilan chiqarilgan nimalar bor? Birmuncha qarinalar bor shu maqamda. Buni yandash qo'shni hukmlar bor. Qad zakartuha man bu hukmlarni fi tafsiratil ahmadiyya. Mening tafsiratil ahmadiyya degan kitobimda zikr qildim bil basdi va tafsil. Agar tafsilotni bilmoqchi bo'lsangiz, men tafsili kang zikr qildim. Fataliha inshit. Shu kitobni qarab chiqing inshaalloh. Agar xohlasangiz. Ya'ni bu tafsirat ahmadiyya degan kitob ahkamul Qur'on degan kitob. Sizlar inshaalloh buni qachon o'qiysizlar? Nimadan keyin o'qiysizlar inshaalloh. Ya'ni القواعد الأساسية في علوم القرآن يعني كتاب تجيب قرآن كين بتفسيرات الأحمدية نشهد وقشنا إن شاء الله إن طاين مهم بلا كتاب أحكام القرآن شو نعلمه ثم عندك أن المصنف رحمه الله ذكرها هنا من تفريعات الخاصة على مذهبه 7 تفريعات يعني المصنف رحمه الله بيادا üzünün mezhebiga asasen 7 tefriyatni zikr qildi. 4 minha ma tamma'l an.
Bu 7 takriratın 4'ü tamamlap oldu. Ve salas minha ma seyeci diyen bunun 3'ü pat ardıkılıdığını. Ve evrede beyne hâzihil erbâti ve salâse. Ma tutulan bu üçünün arasında bi etiradayni Şafii rahimahullah aleyna. İmam Şafii rahimahullah'ın bizge koygan iki itirazını getirdi. Ma'a cevabihima. Bu iki itirazının cevabı bilen birge ala sebilil cümelil mu'tarada. Yani mu'talida. Yani cümle mu'tarize, cümle mu'talida yolu bilen. Yani kıstırma cümle yolu bilen bunu getirip koydu. İnşallah kirayet dersimizde bu itirazlarını cevabını veren alımız inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve rahmetike.